Assalomu alaykum hammaga. Bu yerda 6 ta uchastkamiz bor. Shundoq Taxtapul eshiklaridan kirib kelishdi. Oydin hayot mahallasida 6 ta bir xil uchastkamizga tushgan. Birinchisi sotilgan. Bu yerga imенно shu 6 ta uy uchun stalba qo'yilgan. Stalbalar imенно shu uylar uchun. Birinchisini sotdik, baraka bo'ldi. Yana 5 ta qoldi. Hozir ichini obzor qilib beraman. Uylarimizdan hammasiga avtomat darvozalar qo'yilgan. Hammasi bir xil avtomat darvoza. Mana hozir ichiga kiramiz. Mana ichi podvali bor. Ko'chada hojatxonasi bor. Bemalol kravat qo'yasizlar. Mana bu yerda mashina kiradi, zelyoniy zona hammasi bor. Kirganingizda mana polni pishgan g'ish, ustani ishiga ham e'tibor berasizlar. Juda ham akkuratni ishlangan. Mana akkuratni qilishgan hamma yo'qni. O'zingizlarni didinglarga moslab bemalol remont qilib yashasanglar bo'ladi. Sanuzelli joyini ham ko'rasizlar, katta qilib tashalgan. Xohlasanglar ikkiga bo'lib olib, mana bu xonadan bitta ochib turib, bu yonikidan ajinli qilib o'rtadan bo'lib olsa ham bo'ladi. Endi u o'zingizlarning xohishingiga bog'liq. Mana bu yerda ham bor. Shunday общий 5 ta xona, 2 ta sanuzel bo'lyapti. Katta xonalar. Bemalol kelib, ko'rib, joyda gaplashsanglar, baraka qilsanglar bo'ladi. Narxlari vaqti super skidkada 99 ming. Yana kelishiladigan joyi bor. Podvali ham kichkina emas, katta. Bitta obzor qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana yo'l qislar ham qo'yilgan.